Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga shunchaki sotuvga qo'yilgan tomorqa emas, balki hayotingizni 200 gradusga o'zgartiradigan manzil, makon, uy reklama qilyapmiz desak, adashmagan bo'lamiz. Nimaga unaqa deyapsan deyishingiz mumkin, ko'rishinglar mumkin. Shu sotuvga qo'yilgan joyimizga eng yaqin joyda maktab, bog'cha bor ekan. Ya'ni farzandingizni bu yerda olsangiz, farzandingizni bog'chaga berasizmi? Kattaroq bo'lsa maktabga kirishadimi? Umuman maktab, bog'chalar yaqinligi sababli muammo bo'lmaydi. Ko'rishinglar mumkin, Qoshqayron do'ngidan chiqqanda, chap qo'lga burilganda ikkinchi o'ng qo'ldagi xonadonimiz sotuvga qo'yilibdi. Akalarimiz bilan sizlar uchun yana ham ozmoz talashib, narxlarni sal yengillatib qo'ydik. Yana o'zlari aytishyapti, realniy oladiganlar bo'lsa, yana pulidan ozmoz yaxshi insonlar bo'lsa o'tib beraman deyishyapti. Agarotlarida mevali daraxtlarga boy bo'lgan mevali daraxtlari ham bor. Do'stlar, aylanasiga 6 ta shif qarashinglar mumkin, shifrlarigacha bitirib qo'yishgan ekan. Kelib o'zingiz ko'ngildagidek remont qilib, didingizga moslab, uyingizni ko'rkamlashtirib, go'zallashtiraman deydiganlar uchun mana faqat nima deydi, kosmetika ishlari qolgan desak, adashmagan bo'lamiz. Kelib ko'rib, o'zingizni didingizga moslab, agar yoqsa, baraka qilganingizdan keyin xohlagan didingizdagi remontingizni qilishingiz mumkin. Do'stlar, g'ishlari ham 2 g'ish urilgan ekan. Bilasizlar, 2 g'ishli uylar qishda issiqroq, yozda muzdekroq bo'ladi. Shu tomonni ham hisobga olinglar. 1,5 g'ish urilmagan, 2 g'ish urilgan. Do'stlar, bu yerda yaxshi tomoni gaz, suv, ichimlik suvidan, svetdan, elektr energiyadan umuman muammo yo'q ekan. Yaxshi xonadon izlab yurganlar 8 sotikdan iborat. Kelib, ko'rib yoqsa baraka qilishinglar mumkin. Egalarni pastda raqamlarini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar kelib, ko'rib baraka qilishinglar mumkin. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz.